Mana ana ovqatlanadigan joyiga tushdim. Bu yerda ovqatlanadigan nimalari bor, restoranlar bor pastda. Ya'ni food court deyshadi. Bu yerda xohlagan brendingizni, xohlagan ovqatingizni zakaz qilishingiz mumkin. Mana bular guruchli bir narsa pishiryapti. Mana svejiy go'shtdan saromlar va bir narsalar bilan pishirishyapti mana. Anlab olib bemalol yeyverasizlar. Elbida bu har xil ovqatlar bor.